Aka manaqa joyda o'chib qolsangiz nima qilasiz? Ey Allohga shukr deysizmi? O'chdik. Zapaskamiz bor edi. Quyib olamiz, o hech qancha qolmabdi. Lekin real manaqa joyda o'chib qolsa nima bo'ladi aka? Uni ham yechimi bo'lsa kerak. Allohga tavakkal qilgandan keyin unisi ham xudo xolisi go'zal bo'ladi. Xo'p, pechkasini, benzini mana ma'lum turibdi. Bu ham mashina to'ldirganmiz, mashina quyamiz. Pechkasi benzin bilan ishlaydi-ku buniki. Bu ham unaqa ko'ppas. Tekigan. 5 tamikan quyuvdik. Shunaqa qilib zapaskani quyib olamiz. Oki ham bor. Endi 400 kilometrmi, 400 kilometr ham deyapti. Ha, eplab bir bola qilib ana quyib olamiz. Voy. Voy. Yani çöldamiz. Benzin sırav qilishini qaranglar aka. Hop 15'tega 250 yuribdi. Nechta so'tib ekan bo'ladi? Voyla aka, sizmisiz? Voyla aka. Hop, hamma yo'l benzin qo'yardim. Qo'llarim ham benzin bo'lib ketdi. Shunaqa gap. O'g'lar aka, endi Qozog'istonliklar to'xtayapti, ekan to'xtayapti. Tinchlikmi, nima gap, buzildimi deb. Yangi mashina buzilmaydi, shu benzin zapas qilib quyib oldi. Kapot yopildi. Joningiz sog' bo'lsin aka. Rahmat. O'chdik. Lekin go'zal manzarada o'chdik aka. O'chganda ham, hali singanda ham yarki sinmaydi. O'chganda ham go'zal manzarada o'chdik. Mana qarang aka, osmon. Benzin ham bir gap bo'ladi. Go'zallikni qarang aka. Shunchi? Shema. Ha? Voy, yıkılıp qolgan ekan. Voy jonim, o'chib qoldi debdi, yıkılıp qolgan ekan. To'g'rilay buni. Ko'rdingizmi aka? Voy. Ket. Voy, shahar ko'rindi, shahar. Benzinda bir bola joy ko'rindi akalar.